O'tgan safargi videolarimizda Amerika Qo'shma Shtatlari Texas shtatidagi landshaft biznesi bilan shug'ullanadigan guruh bahonasida Amerikadagi mahallani ko'rdik. Undan keyingi videoda realtor, ya'ni uy savdosi bilan shug'ullanadigan biznes xonim bilan birgalikda o'sha mahalladagi uylarni, ichini, ko'rinishini, tuzilishini va shu bilan birgalikda narxlarini ko'rdik. O'sha videolarimiz ostida Amerikada yer sotib olib, uy qurish mumkinmi degan izohlar qoldirildi tomoshabinlar tomonidan. Bugungi videomizda aynan shu savollarga javob beramiz. Amerikada yer narxlari qanaqa joyda joylashgan va qanchaga olsa bo'ladi? Yo'lning ikki tomonidagi to'siq bilan o'ralgan yerlar hammasi xususiy yerlar. Umuman ko'zimizga ko'rinib turgan barcha yer xususiy yer. Texasda yer juda ham katta, cheksiz yerga o'xshaydi, lekin bu yerlarning hammasini o'zining egasi bor. 83-85% miqdoridagi yerlar hammasi xususiylashtirilgan. Siz bilan menga o'xshagan odamlarni yeri. Bugungi videomizning mavzusi hamma uchun qiziqarli bo'lgan mavzu. Texasda yer qancha turadi? Men Texasdan yer sotib olishga qaror qildim. Bu videoda shuni ko'rib chiqamiz. Janob, Texasda yerlar akrda o'lchanadi, shundaymi? Amerikada yer maydonlari akrda hisoblanadi. 1 akr 40 sotix bo'lar ekan. 2,5 akrimiz 1 gektar bo'ladi. Shuning uchun 1 akrimiz 40 sotixligini eslab qoling. Hurmatli tomoshabinlar, biz hozir Texas shtatidamiz. Texas shtatining Houston shahridan 120 kilometr, 150 kilometr uzoqlikda joylashgan shaharchadamiz va bizni ko'rishga ketayotgan yerimiz o'sha turgan joyimizdan yana 30 kilometrcha uzoqlikda joylashgan. Yo'lga e'tibor beradigan bo'lsak, yo'l mana bir tomonga ketgan va ikkinchi tomonda kelayotgan. Bir-biriga o'rtasida masofa bor, bir-birini, ya'ni haligi qarama-qarshi yo'nalishdagi avtomobil bitta yo'ldan birga yurmaydi. Undan tashqari Amerikada endi bu haqiqiy trassa, juda ham uzoqlarga ketadigan trassa va hamma trassani ko'p qismida mana shu yonida yo'llari bor, yo'lga qo'shilish va yo'ldan chiqib ketish uchun. Mana bu tomonida, bu yo'lni narigi tomonida ham demak o'sha yondosh yo'lchalari bor. O'sha yo'llarga qo'shilib, yo'ldan qaytib yana chiqish, kirish uchun yo'llar juda ham keng. Do'stlar, mana sotuv ofisiga keldik. Sotuv ofisida mana bu odam Taylor tushuntiryapti. Sotib oladigan yer mana bunaqa joyda joylashgan ekan. Mana shu joyda joylashgan. Hozir ko'rishga boramiz. Yerlarimizni kartasi mana bu yerda. Qizil nuqtalar bilan ko'rsatilganlar, sotilganlari, qizil bo'lmaganlari, sotilmagan mavjudlari olishimiz uchun. 2 akrlari bor, 1 akrliklari bor ekan. Men qarayapganim endi 1 akrga qarayapman. 1 akrimiz 40 sotix atrofida bo'ladi. Moliyalashtirish, umumiy narx haqida bemalol video davomida gaplashamiz. We're going to get out there. I'm glad y'all are wearing the right shoes for it, not buddy out, so I'd rather not take multiple yaxshi vehicles if we kiyim can kiyib avoid olishni it. maslahat berishgan veb-saytda, chunki Alright. loyli joyda yoki yer joyda yuramiz. Daryo oqib o'tgan bu yerdan qanaqadir muammo bo'lishi mumkin. Endi hovlidan o'tgandan keyin deyilyapti bu yerda. We actually, I'm glad you called that out. We have O'rmonzor ekan eng yaxshi tomoni. over here. Daraxtzorlardan joylashgan. Culvert bridges as well. Yeah, they're called. So there's this lot in specific, in particular, excuse me. We've got a Bir culvert bridge. akr, 2 akr asosan bor ekan mavjudlari. Creeks, like driving over bridges. to get across. Suv kelgan ekan, elektr kelgan ekan va optik internet kelgan ekan hozirgi kunda. We looked at a piece of Yer property. when we were looking at it. olishingiz bilan birga, o'sha yer bilan birga to'g'ridan to'g'ri suvga, ichimlik suviga, elektr energiyaga va internetga to'g'ridan to'g'ri dostуп bo'ladi. So you couldn't subdivide. Hozir yer borib ko'ramiz. to it. Mana Taylor menga mana bu yerni And then some tavsiya people like qilyapti. that Deyarli there's 4 only burchak one side deyapti. that's gonna be traffic on it. Va mana buni Absolutely. Yeah. tavsiya qilyapti. Because there Mana will be bunda traffic on that mana bu lot yo'lga 12 ikki tomondan on both bitta sides. orqa eshik yoki asosiy eshik, orqa darvoza, asosiy darvoza qilib olish mumkin ekan. Shu mana shuni 1 akr 40 sotixli yer. Shuni tavsiya qilyapti. Endi hozir birinchi shuni ko'rishdan boshlaymiz. Buni ko'rishdan boshlaymiz-da va qolgan mavjud bo'lgan yerlarni ko'rishga harakat qilamiz. 7-Eleven. No, all residential.
no commercial property in. So is there? Bu yerda hammasi biznes emas, These are all faqat residential as well. The closest uylar uchun commercial yer you're ekan. having. Bu yerda hech qanaqangi bir supermarketlar yoki zapravkalar yoki unga o'xshagan narsalar yo'q ekan. Hammasi mavjud bo'lgan joy. Faqatgina yashash uchun, hovli uchun, uy uchun sotiladigan yerlar ekan. Umumiy kompleks maydoni 100 gektar ekan. Xo'p, sotuv ofisini tashqaridan ko'radigan bo'lsak, kichkinagina ofischa qilib olishgan. Mana shu joyga kelib odamlar kelib ko'rib ketadi. Bu tomonda katta zapravka bor. Bu tomonda o'sha trassa bor. Trassa boshqa shaharlarga ulaydi. Mana bunaqa katta mashinalar bor. Endi bu katta mashina haqida juda ko'p videolarda ham qayta-qayta gapirdim. Texasda bularni qiladigan ishi faqat mana shunaqa katta traklarda yurishni yaxshi ko'rishadi. Atrof muhit tinchroqqa o'xshayapti. O'rmon bilan o'ralgan hamma joy. Hozir borib ko'ramiz endi. Mana ekan chiqishdi bizni sheriklarimiz. Ularning mashinasiga o'tirib hozir yerni ko'rishga harakat qilamiz. Yes sir. Yer sotib olish tayyor uy sotib olishdan biroz farq qiladi. Boshlang'ich to'lov 20% bo'lishi kerak. 20% down. Boshlanishida demak hujjatlarga qo'l qo'yishda 10% va hujjatlarni oxiri yakunlashda 10% to'lov qilinadi. Masalan, agar $100 ming dollarlik savdo qilayotgan bo'lsangiz, $10 ming demak hujjatlarga qo'l qo'yishda va qolgan $10 ming hujjatlarni yakunlashda amalga oshiriladi va 80% $80 ming kredit bo'lishi mumkin. Yer egasi tomonidan beriladigan kredit xizmati bormi sizlarda? Bizda bunday kredit turi mavjud va shu bilan birgalikda o'zingiz topgan kredit beruvchidan foydalanishingiz ham mumkin. Agar sizda kredit miqdori darajasi yaxshi bo'lsa, bu holatda bankdan foydalansangiz, menimcha o'ylaymanki, yaxshiroq sizga foydasi bo'ladi. Yer egasi tomonidan beriladigan moliyaviy yordam xizmatini faqatgina kredit tarixi, yomon kredit tarixi bor insonlargagina tavsiya qilgan bo'lardim. Mana bu yerdan demak yerga kiriladigan joyda Fevral va mart oylarida bo'lgan Amerikaga 1 oylik sayohatim natijasida juda ham ko'plab qiziqarli mavzularda kontentlar tayyorlab kelganman. O'sha videolar YouTube platformasida shu kanalda ketma-ket chiqib keladi. O'sha videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Shu bilan birgalikda aytib o'tmoqchimanki, butun Amerika bo'ylab, nafaqat Amerika, butun dunyo bo'yicha juda ham ko'plab mavzular bor. Biz ko'pchiligimiz hali eshitib ulgurmagan, ko'rib ulgurmagan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham juda ham ko'plab mavzular bor. Yil oxirigacha yana Amerikaga borib, o'sha tesha tegmagan mavzularda videolar qilish rejam bor. Shu bilan birgalikda o'tgan safargi videoda aytib o'tgandek, obunachilar orasidan 8-10 kishi bilan birgalikda Amerika Qo'shma Shtatlariga 10 kunlik yoki 2 haftalik sayohat, tur tashkil qilish rejam bor. Bu turlardan asosiy maqsad Amerikaning baland binolari yoki o'sha shahar markazlarini ko'rish emas, Amerikadagi haqiqiy hayot, fermerlar hayoti, qishloqlar hayoti, oddiy odamlar hayotini ko'rishdan iborat bo'ladi. Bu haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kanalda bilib olishingiz mumkin. Yana bir bor kanalga obuna bo'lib qo'ying. Endi videoga qaytamiz. bu yerlarni yaqinda asfalt qilinadi, yo'llarni yaxshilab to'g'rilab, mamlakatga o'rtaga gullarni qilinadi. O'rmonda joylashgan yer. So we'll do the pipe fencing here. Mana There's bu going to be the yerda gate up here. bu yerda o'sha kirishga darvoza bo'ladi. So do you have a limit on tree cutting? No. Daraxt kesish bo'yicha, hovlini olgandan keyin daraxt kesish bo'yicha qanaqadir limit bormi deb so'ralyapti. Yo'q, demak xohlagancha daraxt I kesib have tashlash not mumkin had ekan. anyone come out who wants to totally clear the property. Yeah. Ba'zi bir odamlar kelib That's butunlay kind of the hovlisini appeal top-toza qilib olish to xohlar buying here ekan. as opposed to closer to Kimdir Houston. daraxtlarni You get qoldirish the xohlar scenery, ekan. you get the seclusion as Shuning opposed to uchun just buying in. yer open olgandan plain. keyin daraxtlar bilan nima qilmoqchi bo'lsangiz, shuni qilish mumkin ekan. Biz ko'radigan yer maydonidagi eman daraxtlari ham xuddi shunaqa ko'rinishda. Men eman daraxtlarini qoldirishni tavsiya qilgan bo'lardim. Hovlini bo'm-bo'sh qilgandan ko'ra daraxtlar tursa chiroyliroq bo'ladi. 40 sotuvlik yer bor ekan mana shu joyda. A corner cleared lot would look like. Yes. Astoydil ishlab yotibsiz texnikalar, mana bu yerdan yo'l qurilyapti. Demak, mana bu yo'l ham ikkita mahallaning o'rtasida. As soon as Bir necha qurilish firmalari yo'l tayyor bo'lishini kutib turishibdi. Yo'llarni
asfaltlashimiz bilan ishlar boshlanib ketadi. Shuning uchun hozir bu yerda biror bir qurilish ketmayapti, yo'llar tayyor bo'lmagani uchun. So there are people building spec houses or all these owner purchase? Bu yerlarda uylarni qurib sotadiganlar ham bormi yoki hammasi o'zi uchun quryapganlarmi? Home built by a Bu yerda ikkalasi ham bor. sell it, you're going to flip it versus a person who's having a Mana yerlarni ba'zilarini ko'rishga to'xtadik. Mana bu yerda mana suvlar o'sha nimaga bo'lgan o'rnatib qo'yilgan ekan, tok, suv. O'sha boyagi kartda ko'rganimiz ikki tomonlama do'stufi bor, ikki tomonlama eshik qilish mumkin bo'lgan joy mana shu bo'ladi. Bu tomonda yo'l bor, bu tomonda ham yo'l bor. Tasavvurga ega bo'ldinglar. Menimcha o'ylaymanki, mana 1 akr deganimiz mana shu nuqtadan tortib, bu tomondagi to'g'rida yana ko'rinadimi, ko'rinmaydimi hozir men harakat qilaman shuni olishga. Bu tomonda ham turibdi, mana shu plastik truba o'rnatilgan, bayroqcha ilib qo'yilgan. O'sha nuqtagacha va bu tomoni o'sha mashinadan kirganimizda o'rnatilgan, mashinani oldigacha bo'lgan joyda o'rnatib qo'yilgan, xuddi mana bunga o'xshagan oq truba o'rnatilgan joygacha mana shu 1 akr hisoblanar ekan. Yana bitta talabi bor ekanki, hovlini chegaradan, hovlini chizig'idan 50 fut ichkarida, u tomondan ham 50 fut, u tomondagi chegarasidan ham 50 fut bu tomonda, ya'ni hovlini o'rtarog'iga qaratib uy solinar ekan. Shunda qo'shni hovlisi bilan sizni hovlingiz ustma-ust tushmas ekan yoki bir-biriga toma tegib turadigan bo'lmas ekan. Shunaqa talabi bor ekan. Bu o'sha xaridorlarni hayotini yaxshilash uchun qilingan. Ya'ni chegaraga qurib qo'ysa, bu tomondagi hovlini egasi ham chegaraga qurib qo'yiladigan bo'lsa, hovlining chizig'iga bir-biriga tutash bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun shunaqa talab qo'yilgan ekan. Endi bu 50 fut degani menimcha 15-18 metr bo'lsa kerak. Hovlini qirg'og'idan 18 metr ichkarida uy qurishni boshlanar ekan. Mana shu hozirgi ikkinchi lotimiz, lot ya'ni 11-lot yoki 12-lotmi? 11-lot, mana chegarasi, mana hovlining chegarasi, u tomondagi chegarasi bo'lsa, o'sha biz ko'rgan o'rnatilgan bayroqchasi bor, haligi plastmassadan qilingan trubacha, bu tomoni mana yo'lgacha bo'lyapti. Diagonal bo'yicha mana professor turgan joydan mana shu mashina ko'rinayotgan joygacha diagonali qancha bo'lishi juda uzun, juda uzun. Mana yarmini, deyarli yarmi tomonini mana bunaqangi butalardan tozalab qo'yishibdi. Shu kelganda, odamlar kelganda xaridorlar ko'rish uchun, ko'rib qanaqa holatdagini tasavvur qilish uchun va yarmi qolganini endi yer sotib olgandan keyin sotib oluvchilar o'zi qilishi mumkin ekan. O'zi xohlasa butalarni kesib tashlashi yoki daraxtlarni hammasini chiqarib tashlashi, nima qiladigan bo'lsa qilib tashlar ekan. O'sha savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun yo'ldan hovlini yarmigacha tozalangan butalar qolgan o'sha kelib yer yaxshiroq ko'ra olish uchun shunaqa qilib qo'yilgan ekanda. Daraxtlar qurigan, xunuk bo'lib turgan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda daraxtlar juda ham chiroyli. Hozir mana shu gaplarning ustidan yozda ko'ringan, yozgi holatdagi ko'ringan videosini yoki rasmini qo'yishga harakat qilaman va shu bilan birgalikda dronda olingan videolarni qo'yishga ham harakat qilaman. Mana shu yerni. Not like some of the houses in Uzbekistan. Right. They go up in the first floor and then the top Right. there and it's been 10 years. Demak, bu yerda uy qurmoqchi bo'lsangiz, xohlagan paytda uy qurish mumkin ekan, faqat 1 yil ichida tugatish kerak ekan. Xohlagan mana yer olib qo'ygandan keyin 5 yildan keyin uy qurasizmi, 4 yildan keyin uy qurasizmi, bemalol qurishingiz mumkin xohlagan paytda, faqat boshlangandan keyin jarayon 1 yilda tugash kerak ekan, chunki bir umrga ko'p yillab qurilish qilib, qo'shnilarga nima deydi, xalaqit beradigan bo'lishi kerak emas ekan. Shunaqa talab bor ekan. Bu yerda nima yo'q ekan? Kanalizatsiya yo'q. Shuning uchun uyni qurgandan keyin o'sha kanalizatsiyani o'zingiz qurdirishingiz kerak ekan va buni o'sha quruvchi kompaniyasi qilib berish kerak ekan. 11-lotdan ko'ra 12-lotni men yoqtirdim. Hozir meni sherigim ham aytayaptilar, как раз mana 12-ni yaxshi tomoni, 12-chi sal tepalikda joylashgan. Bu yerda o'sha yomg'ir yoqqanda suv oqimi pastga qarab ketadi. Agar 11 ga bo'ladigan bo'lsa, 12-chidagi suv oqimi 11 ga to'planishi mumkin. 12da yaxshi tomoni suv oqib ketadi, to'plamasdan degan fikr bo'lyapti. Bu to'g'ri. Menga shu 12-lot yoqib turibdi. Qani, mana shu katta yer xohlaganicha o'lchab oling o'zingiz. Qani, o'lchayinsa o'zim o'lchab olaman. Ha desa otaxon ketyapti demish, xursand. Katta qadam tashlab yugurib ketyapti demish. Har bitta qadami tabilchini sarjinidan ham katta emish.
ketyapti. Ota bo'ldi. Yo'q. Insofingiz bormi? Insof yo'q. Bunaqa paytda insof bo'lmaydi. Ota jurnalistlar, televideniya, radio muxbirlari hammasi kamera ko'targanlar yuguryapti, mechida orqadan mahalla komitet, jensovet, postsovet, kolxozning raisi, hokimiyatdan kelgan ketib, ota to'xtang, bo'ldi. Kim aytdi senga kelaver? Otaxon borgan sari qarang, kuch qo'shilib tezlashib ketyapti işte. Otaxon charchab holdan toy bir joyga borib gurus yiqilganda ham oldinga qarab yiqilib turibdi shunday. Har nada endi 1 santimetr bo'lsa ham oldiroqqa ket. Agar yonga yiqilsa, bu yoqqa qolib ketadi yer birovga. Oldiga tashlab qo'lini ham uzatib mana shunday qilib yiqilibdi. Jurnalistlar yarim soatdan yetib kelibdi. Ey odam, mazika bu chol. Ota, armiyada ham bunaqa yugurmagan mana. Desantni vayskada xizmat qilganman, tilim bir qancha osilib qoldi. Nima uchun yerda yaxshi ko'rmasiz? Qaragan chog'ingizda sizga yerni kim qo'yibdi? Bolalaringiz ishlaydimi, yo'qmi? Hozirgi yoshlar yer ishlaydimi, otaxon? Nima uchun shu yer? Bo'ldimi? Shu yerdan shaqani boshqa odamga o'lchaylaymiz, to'xta hali debdi. To'xtanglar debdi. Ha desa, yotgan joyida qarang, ko'zini ochmasmiz, lekin do'ppisi shunday olibdi-da, do'ppini ichiga kessaydi qo'yib yumalaq turib otibdi. Do'ppi ham fırlagancha raketadan uchib qarang qatordan o'tib nargi gektarlikka borib tushibdi-da. Voy, shuncha yerda nima qilasiz ota? O'sha do'ppi tushgan joydan keyin boshqa odamga o'lchab beraveraylikmi? Yo'q, o'sha do'ppi tushgan joydan 500 qadam sanab tashlaysan debdi. Ki o'shandan keyin boshqa odamga o'lchab berasan debdi. O'sha gap, yigitning gapi bitta bo'ladi. Sizning hurmatingiz bor. Siz dehqonsiz. Shunday qilamiz. Do'ppidan keyin 500 qadam sanab tashlab, qarang, endi qozi qoqaman desa, otaxon yetib ketdi, bolam. Yer o'lchagiz sanmisan debdi. Ha, bitta qo'y so'yaman, maishat mendan 3 qadam qo'shib olgan iltimosirmish. Hozir bizga aytishdi, men narxini so'rashyapti, qancha byudjetingiz bor deb so'rashyapti. Bu tomonni qulayliklari ko'p ekan, mana 12-lotda o'sha uzunligi, hamma tomonlari qulayligi $75,000 bo'ladi. Bunga qanaqa qaraysiz deyaptilar. Hozir ozgina endi menimcha tortishmoqchi bo'lishyapti. Ozgina tortish mumkin ekan, kelishish mumkin ekan. 75 deyishyapti. Hozir mana shu 12-lotda $75,000 deyilyapti va nima deyiladi, hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha xarajatlarni o'tib beramiz deyishyapti. Hujjatlarni rasmiylashtirib berish xarajatlari o'sha yer sotuvchidan bo'lar ekan. Endi bu yerni endi menga yoqib qolgani uchun balki qimmatroq aytayotgan bo'lishi mumkin. Endi bularda ham bor. Bularda ham bizda borki, o'sha bir narsa yoqib qolsa, qimmatlatib oladida, keyin o'sha narsa turib olishadi. Balki bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda 40 sotuv yerimiz $75,000 bo'lsa, bu o'rtacha yerga $1,800 dan turib kelarmikin bir sotuv yerimiz uchun. O'zingizni qishlog'ingizdagi, mahallangizdagi, rayondagi yerga solishtirib ko'ringchi, yer narxlari qanaqa? Agar 11-ni qaraydigan bo'lsak, 11-chi sal arzonroq bo'ladi. Narx qancha sizda mo'ljallangiz bor deb so'raganda, men aytdim, shu 50,000, 55,000 yoki 60,000 maksimum desam, unga to'g'ri kelmaydi. 75,000 bu o'sha belgilangan summasi shunaqa dedi. Nima deb o'ylaysizlar? Fikrlarni yozib qoldiringlarchi. Agar 11-lotga o'tadigan bo'lsak, uni o'sha 50, 55, 60 ming dollar atrofiga bo'lishi mumkin deyapti. He had more than he could put in his freezer. I've got 2 neck bones. Amerikaliklar mana shu dala joylarda ham doim remont taqib yurishadi. The neck is Mana really shu good for biz ulardan o'rganishimiz mumkin bo'lgan exactly. Yeah. narsalardan biri. Shaharda bo'ladimi, qishloq joyda bo'ladimi? Oh yeah. Xohlagan I was amerikalikni raised in New Mexico. mashinada o'tirganini ko'rsangiz, So u albatta I didn't remont taqqan bo'ladi. whitetail. Ularning veb-saytida men eng arzon yerni, o'sha reklama qilingan yerni ko'rdim. Mana bu joydan boshlanar ekan o'sha joy. Eng arzon qismi mana shu chegara. Qanchadir yuradigan bo'lsa, bu tomoni o'sha men bu yo'lni chegarasigacha bu tomonda turgan joygacha ekan. Bu tomon ichkari tomongacha va bu tomoni ko'rib turgan bayroqgacha ekan. Bu ham o'sha 1 akr joy, 40 sotuv joy. Faqat bu joy narxi $40,000 ekan. $39,990. $40,000 bo'lar ekan. O'shanda sotug'i $1,000 dan to'g'ri kelyapti. Faqat buni o'sha arzonligi faqat o'sha burada rasprodaja kuni bo'lar ekan, qanaqadir rasprodaja marosimi bo'lar ekan, o'sha kunda sotilar ekan. Hozir to'g'ridan to'g'ri sotib olish mumkin emas ekan. Menimcha auksion bo'lsa kerakmikin, nimadir bo'ladi. Va
buni yomon tomoni o'sha kirishga, eshik asosiy kirishda bo'lgani uchun shovqin bo'lishi mumkin. U tomonda trassa o'tgan, trassani hisobiga shovqin bo'lishi mumkin. Shu tomonlarini noqulayligini olgan hisoblagan holda shu arzon qo'yilgan ekan va shu bilan birgalikda reklama qilish uchun-da, endi reklama qilib shunaqa $40,000 yerimiz bor degan ma'noda aytish uchun. Meni vazifam sizni xursand qilish. Agar narx to'g'ri kelsa, bu tomondagi uy yashash uchun bunisidan yaxshiroq variant bo'ladi. Living things. To'la sotuv ofisiga qaytib keldik. Taylor aytdi, Nick uni boshlig'i. O'sha narx-navoni aniq, narx-navo bo'yicha aniq qaror qabul qiladigan odam ekan. Hozir kirib, narx-navoni kelishamiz. Qanaqa ustupkalar qilib berishadi, qanaqangi o'tib berishadi, nima yordamlarni berisha oladi, shular bo'yicha gaplash uchun ofisga kiramiz hozir. Taylor meni ofisga olib kirib, keyingi jarayonlarni tushuntirish uchun boshlig'i Nick bilan tanishtirdi. Men ikkita yer uchastkasini ko'rdim. 11 va 12 lotlar. Ikkalasi ham taxminan 40 sotix atrofida. Lekin menga 12 lot ko'proq yoqdi. Narxi esa $75,000 ekan. Taylorning aytishicha, agar narx bo'yicha kelishmoqchi bo'lsam, oxirgi qarorni aynan Nick beradi. Nick menga qo'shimcha takliflar berdi. Biroz narxdan tushib berdi. Hozir biroz esimdan chiqdi, lekin adashmasam $70,000 atrofida qilib berdi. Undan tashqari qo'shimcha ishlarda, ya'ni hujjat ishlarida, kanalizatsiya bilan bog'liq ishlarda yordam berishini aytdi. Keyin esa ular menga hujjatlarni ko'rsatishdi. Amerikada hatto fuqaro bo'lmaganlar ham yer yoki uy sotib olishi mumkin ekan. Ya'ni buning uchun amerikalik bo'lish shart emas. O'zbekistondan bank orqali mablag'larni ko'chirish mumkinligini tushuntirishdi. Men esa boshlang'ich to'lov uchun do'stimning kredit kartasidan foydalandim. Shartga ko'ra, yer uchun umumiy summaning 10% to'lash kerak bo'ladi va menga 7 kun vaqt berildi. Ular qarorim o'zgarishi mumkinligini tushunishlarini aytishdi. Chunki bunday qarorni oilam bilan maslahatlashib qilishim kerakligini ham tushunishardi. Agar shu 7 kun ichida davom etmaslikka qaror qilsam, ularga oldindan xabar berishim kerak bo'ladi. Aks holda bitim tasdiqlangan hisoblanadi va to'langan 10% pul qaytarilmaydi. Shu paytda hammasi birdan jiddiyroq tuyula boshladi. Chunki endi bu shunchaki yer ko'rish emas edi. Bu haqiqiy qaror edi. Bu video fevral oyining 15-sanasida olingan edi. Hozirgacha ham Taylor menga yozib turadi. Lotlar asta-sekin sotib ketilayotgani va yana kelib ko'rib ketishim mumkinligini aytadi. O'ylashimcha nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning hamma joylarida odamlar o'z yerini va uyini yaxshi ko'radi. Texasda ham, umuman Amerikada ham odamlar o'z uyini qurishni va o'z uyiga ega bo'lishni juda yaxshi ko'rishadi. Balki shu sababli bu yerda katta mahallalar va yangi uylar juda ko'p quriladi. Agar Amerikada uy yoki yer sotib olmoqchi bo'lsangiz, men bilan aloqaga chiqing. Bu video orqali men sizlarga Amerika hayotining shunchaki bitta tomonini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Lekin bu yerda ko'rsatishga arziydigan bundan ham qiziq narsalar juda ko'p. Va kelajakdagi videolarda ularni ham birga ko'ramiz. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Thank you.